22-bob. G'am-qayg'u. G'am-qayg'u sufiylarning asosiy sifatlaridandir. Alloh qayg'uli, g'amgin, shikastadil, mahzun va siniq ko'ngillarni juda sevadi. Shuning uchun suyib qolgan bandasining ko'ngliga yig'i, dard, g'am-qayg'u joylab qo'yadi. Bordi-yu biror kimsani o'zidan uzoqlashtirishni iroda etgan bo'lsa, uning qalbiga shodlik, surur, hazil va mutoyiba kabi tuyg'ularni joylashtirib qo'yadi. Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ko'pincha mahzun, qayg'uli va o'ychan holda yurar edilar. Qayg'usiz ko'ngil kimsasiz bir uyki, kun kelib vayronaga aylanadi. Insonning behalovat va beoromligi ham uning g'am-g'ussasiga dalolat etadi. Bunday kishilar gohida tashvish bilan bo'lib bemalol yutgan nonlarni ham bilmaydilar. Qiyomat kuni mo'minning yaxshi ishlarini, savoblarining katta qismini bu dunyodagi tashvishlari, chekkan qayg'u iztiroblari tashkil etishi aytilgan. Har bir narsaning zakoti bor. Inson aqlu hushining zakoti bu davomli qayg'udir. Sufyon ibn Uyayna marhamat etadilar. Bir jamoatda bir mahzun kishi yig'lasa, Alloh uning barokatidan hammalarning gunohlarini kechiradi.